Assalomu alaykum hammaga. Mana bizni betartib bo'layotgan tog'xonamiz. Ichkarida mana 3 etajli qilib jo'jaxona qilganmiz. Eng tepadagi qavatda yaqinda ochib chiqqan bedana jo'jalarim bor. Xo'p, mana bizning bedana jo'jalarimiz 100 tacha bor. Birinchi sanaganimda 100 tacha bor edi. Hammasi sog'lom. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Gradislari ham yaxshi, sovqotmayapti. Xatlari chiqib 10 kunlikdan oshib qoldi. Inkubatorda tuxumlarni qo'yganda biroz xato qildim. Inkubator ichiga ko'p qo'yib yuboribman. Shu inkubator ichiga tuxum sig'imini emas, jo'jani sig'imini hisob-kitob qilib qo'ygan ma'qul ekan. Sababi ochib chiqqandan keyin jo'jalar bir-birini bosib tashlab, o'sha ichida bir 170 ta tuxumdan 50 tachalari nogiron bo'lib qoldi. Uje yaroqsiz, qashti yaroqsiz edi. Nimjon bo'lib qolgan ochib chiqqanlari. 100 tadan sal ko'prog'i yaxshi. 20 tachasi ochmadi. Palag'dalari ham bor. Yaxshi, ocholmay qolganlari ham bor, ichida o'lib qoldi. Xatolar bo'ldi, endi to'g'rilaymiz, xudo xolasa keyingisida endi tovuq tuxumini qo'ydim. Bedana jo'jalarga hozir tuxum beryapman. Kuniga 3 mahal ikkitadan. Undan tashqari starter yem bor ekan, broilerlarga beriladigan boshida. Tonik vitaminni qo'shib beryapman suvga. Yaxshi, mana issiqlikda regulovka qilib turish uchun termoregulyatorni ham qo'yganman. Yaxshi ishlayapti. Jo'jalar zo'r, ko'z tegmasin. Endi 40 kunda tuxumga kiradi degan kirib qolsa, xudo xolasa 40 kungacha xudo xolasa videolarni olib YouTube'ga qo'yib boramiz. Hammasi yaxshi. Mana yem-idishlar yasab qo'ydik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Bedana boqishga yoki parranda boqishga qiziqadiganlar bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatib borasizlar. Hammaga rahmat.